Farg'onani Bog'dodida Kanizor qishlog'ida eshik romlarda eng ko'p optim joy ochilib qadrdonlar obzorini qilamiz. Oqlomlarimiz bor bu yerda. Razmerlari 90-80 dan 3 ko'zlarimiz bor. Bularni 440 ming so'mdan qilib beramiz. Donasi, kvadrat Donasi. Bu yerda mana 5 ko'z oqlomlarimiz bor. Bularning esa narxlari 540 ming so'mdan qilib beramiz. Jigarrang romlarimiz bor bu yerda. Mana 120 ga 160 3 ko'zlarimiz bor. Bularni 650 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda mana eniga 2 150 mana 2 nimalar bor, 2 qanotlilari bor. Bularni esa 1 million 330 mingdan kamaytirib beramiz. Shu turishini. Bu yerda 5 ko'zlari, 4 ko'zlari bor. Bularni 750 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda mana 2 qanotli eshiklarimiz bor. Bularni mana hammasi 120, 130, 240 gacha balandligi. Bularni esa 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 300 ming so'm. Bularni-chi? Bularni esa 80 ga 240 gacha, 220, 230, 80, 90 bo'ladi. Bularni esa nimadan qilib beramiz? 880 dan qilib beramiz. 880. Oq eshiklarimiz bor masalan mana bo'yi balandligi 2 metrgacha bo'ladi. Bularni 540, 535 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda 2 qanotlarimiz bor. Bularni 1 million 50 ming, 1 million 40 ming qilib beramiz narxlarini. Endi eshiklarimiz bor, mana promugasi borlari bor. Bularni 550 ming so'mdan qilib beramiz. Mana promugasi yo'qlarini esa bularni 450 ming so'mdan qilib beramiz. Xohlagan rang, xohlagan fasonda. Mana xuddi shunday.